Fizikada shunaqa savollar borki, eng kuchli teleskoplar ham, eng qimmat tajribalar ham ularni tamom deb yopib bera olmayapti. Bugun 12 ta javobsiz savolni juda sodda tilda aytaman. Har birida bitta hayratli fakt va bitta nega bahs bor degan sabab bo'ladi. Bu video murakkab dars emas, miyani uyg'otadigan 12 zarba. Tayyor bo'lsangiz, birinchi savoldan boshlaymiz. Koinot kengayishi tezlashayotganini bilamiz, lekin uni tezlatayotgan narsaning o'zi noma'lum. NASA ham qora energiyani koinotdagi eng katta jumboqlardan biri deb ataydi. U nima o'zi degan savol ochiq turibdi. Bu xuddi mashina gaz pedalini bosayotgandek. Tezlik oshyapti, lekin pedalni kim bosayotgani ko'rinmaydi. Shuning uchun olimlar qora energiya kuchmi, bo'shliq xususiyatimi hanuz bahslashadi. Galaktikalar ichida yulduzlar shunday tezlikda aylanadiki, ko'rinadigan modda bilan hisoblasak, hammasi sochilib ketishi kerak edi. Demak, ko'rinmaydigan, lekin tortish kuchi bilan ushlab turadigan narsa bor. Qora modda. CERN ham uni ko'rinmaydi, faqat tortish kuchidan bilinadi deb tushuntiradi. Eng hayratlisi, u oddiy moddadan ancha ko'p bo'lishi mumkin. Lekin biz hali ham u nimadan yasalganini bilmaymiz. Katta portlash boshida modda va antimodda teng tug'ilgan bo'lsa, ular bir-birini yo'q qilib yuborishi kerak edi. Lekin hozir biz bor mavjud bo'lib turibmiz. Demak, qaysidir joyda tarozi og'ib ketgan. CERN bu muammoni modda antimodda nomutanosbipligi deb ataydi va hanuz yechim yo'qligini aytadi. Bu savolning dahshati shunda. Bitta juda kichik farq butun koinotni saqlab qolgan bo'lishi mumkin. Koinot qanchalik tez kengayotgani bo'yicha ikki o'lchov bir-biriga to'g'ri kelmayapti. NASA buni Hubble tarangligi deb tushuntiradi. Yaqin galaktikalardan o'lchaganda bir qiymat chiqadi. Juda uzoq koinot izlaridan hisoblaganda boshqa qiymat. ESA ham Webb va Hubble kuzatuvlari bu kelishmovchilikni tasdiqlaganini yozgan. Bu xuddi ikkita termometr bir xonada turib har xil harorat ko'rsatgandek. Xatomi yo yangi fizika bormi? Kvant dunyosida g'alati holat bor. O'lchamasangiz zarracha bir nechta ehtimolda bo'lgandek tasvirlanadi. O'lchaganingizda esa go'yo bitta holat tanlanadi. Stanford ensiklopediyasi buni o'lchash muammosi deb ataydi. Bu oddiy savol. Qachon va nima sababdan bitta natija paydo bo'ladi? Eng hayratlisi, bu savolga javob berish uchun fizika ichida turli talqinlar hamon bahsda. Choyga sut quyganda hosil bo'ladigan betartib girdoblar bu turbulent oqimning oddiy ko'rinishi. Muammo shunda, buni umumiy, aniq formulaga yopib bo'lmaydi. Ko'p joyda faqat taxminiy hisob ishlaydi. Ilmiy institutlar turbulensiyani klassik fizikadagi eng qiyin jumboqlardan biri sifatida tilga oladi. Eng hayratlisi, samolyot qanotidan tortib ob-havo bo'ronlarigacha hammasi shu muammoga borib taqaladi. Bizda ikkita kuchli qoida bor. Biri juda katta narsalar uchun gravitatsiya, biri juda kichiklar uchun kvant. Lekin ularni bitta toza qonunga birlashtirish hali ham qo'ldan kelmayapti. Perimetr instituti kvant gravitatsiya, aynan shu gravitatsiya va kvant hodisalarini bitta nazariyada tutashtirishga urinish deydi. Eng hayratli joyi, qora tuynuk ichida yoki katta portlashning ilk lahzalarida bu ikkisi bir vaqtda kerak bo'ladi. Lekin bizda yakuniy til yo'q. Savol juda qo'rqinchli. Qora tuynukka tushgan ma'lumot yo'qoladimi? Kvant qoidalariga ko'ra ma'lumot yo'qolmasligi kerak, lekin qora tuynuk bug'lanib ketsa, u qayerga ketadi? Massachusetts Texnologiyalar instituti materiallarida bu qora tuynuk ma'lumot paradoksi deb tushuntiriladi va u zamonaviy fizikaning eng katta bahslaridan biri ekani aytiladi. Bu xuddi ensiklopediyani yoqib yuborgandek. Kul qoladi, lekin matn qayerda? Neytrino.
Deyarli hamma narsadan bemalol o'tib ketadigan arvoh zarracha. Lekin muammo shunda. Ularning massasi borligi ma'lum bo'lib qoldi. Endi esa qanday qilib massali bo'ldi degan savol turibdi. Seren Corrier buni neytrino massasi jumboqi deb ataydi va buning uchun standart tushunchalardan tashqarida yangi narsalar kerak bo'lishi mumkinligini yozadi. Hayratli tomoni, neytrinolar koinotda juda ko'p, lekin ularning sirini to'liq ocha olmayapmiz. Higgs zarrachasi topildi, lekin yangi savol tug'ildi. Nega uning massasi kutilganidan ancha yengil ko'rinadi? Seren Corrier bu holatni iyerarxiya muammosi deb muhokama qiladi. Hisob-kitoblar bo'yicha u ancha og'ir bo'lishi kerakdek, lekin amalda bunday emas. Bu xuddi ulkan toshni ko'tarib turgan ip juda ingichka bo'lib chiqqandek. Qanday ushlab turibdi degan savol. Shu sabab olimlar yana yashirin fizika bormi deb bahslashadi. Biz hamma narsani oldinga ketayotgandek ko'ramiz. Tuxum sinadi, lekin siniqdan yana tuxum bo'lib tiklanmaydi. Fizikaning ko'p qonunlari orqaga ham ishlagandek tuyuladi, lekin hayotda vaqt bir tomonga oqadi. Olimlar buni vaqt yo'nalishi jumbog'i sifatida muhokama qiladi. Nega tartibsizlik ortadi? Nega ortga qaytish ko'rinmaydi? Bu savol oddiy, lekin javobi hanuz to'liq emas. Biz ilk lahzalar haqida gapiramiz, lekin eng asosiy savol ochiq. Katta portlashdan oldin nima bo'lgan? NASA koinot tarixida kosmik shishish bo'lganini aytadi, lekin uni nima harakatga keltirgani va undan oldin nima bo'lgani aniq emasligini ham ochiq yozadi. Demak, eng katta sahna ortida hali ham pardalar yopiq. Shu sabab bu savol fizikadagi eng yirik bahs maydonlaridan biri. Bu 12 savolning bitta kaliti bor. Biz koinotni ko'ryapmiz, lekin uni boshqarayotgan asosiy qoidalarning hammasini hali topmaganmiz. Qora energiya, qora modda, vaqt yo'nalishi, kvant va gravitatsiya. Bular bir-biridan alohida emas, zanjir bo'lib ulangan. Shuning uchun bitta javob topilsa, qolganlari ham joyidan siljishi mumkin. Fizika hozir aynan shunday bosqichda turibdi. Bir kashfiyot butun rasmni almashtirishi mumkin. Eng qo'rqinchli savol shundaki, biz bilgan fizika hamma joyda ishlaydimi? Qora tuynuk, katta portlashning ilk lahzasi yoki kvant darajada tortish kuchi. Shu joylarda eski qoidalar yetmay qolishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, demak, biz hali koinotning asosiy tilini to'liq o'qimaganmiz va aynan shu narsa ilmni tirik qiladi. Javoblar yaqin, lekin eshik yopiq emas. Agar bugungi 12 ta sir sizni hayratga solgan bo'lsa, like bosing. Bu kanal rivoji uchun katta yordam. Shunaqa sodda, lekin kuchli ilmiy jumboqlar ko'payishi uchun obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqing. Videoni do'stlaringizga yuboring. Qaysi savol eng ko'p miyani qitiqladi? Izohda yozib qoldiring. Keyingi sirli hikoyada ko'rishguncha